Sergeli tumanida eng ko'zga ko'ringan mahalladan biri Yangi Choshtepada ikkita metro stansiyani o'rtasida yo'l yuzidan ikkinchi liniyada joylashgan yangi ta'mirdan chiqqan 71,6 kvadratdan iborat xonadonimizni sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Xonadonimizda umumiy maydoni 71,6 kvadrat tashkil etadi. Yangi ta'mirdan chiqqan qisqacha obzor qiladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, birinchi xonamizda zal juda ham keng, fayzli отопительная sistema, konditsionerlar qoladi, mebel olib chiqib ketiladi. Navbatdagi xonamiz ayollarimiz eng sevgan xonalardan biri oshxonamiz. Kuxonniy garnitura, barcha jihozlar qoladi. Висячий balkonimiz mavjud. Bu yerda ham konditsioner ustanovka qilingan, uголокlar qoldiriladi. Endi navbatdagi xonamizda bolajonli yotoqxonasi, barcha mebellar qoldiriladi o'rtoqlar. Skvoznoy qilingan xonadonimiz, ya'ni sirkulyatsiya, havo aylanish sistemasi juda ham qulay. Bu yoqda bo'lsa родительский yotoqxona juda ham katta o'rtoqlar. Bu mebelimiz ham qoldiriladi. Отоплениyalar har bir xonada mavjud. Раздельный санузел qilingan, vanna formatda o'rtoqlar. Va bu yoqda bo'lsa уборный xonamiz. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, 78,000 AQSh dollari belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joyi bor. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.